Juda ham ko'p kasallarda yotqizishga yaxshi sharoit qo'yibman. Kasalda menga birorta 10 kun, 15 kun yotish umuman kerak emas. Qanday kasallar, grisha, oyoq og'riq, revmatizm, mana bunaqangi ba'zi bir sirroz kasallar yotadi maksimum 7 kun, 6 kun. Endi bizlar o'sha lechinamizga qo'shimcha qilib fizioterapiya apparatlari, mana bu yangi chiqqan rossiyskiy UICH apparat, elektroforez, zinda mana shu apparatlar bilan qo'shimcha sifatida foydalanishni yo'lga qo'ydik. Bo'g'imlarga mazza qo'yiladi. Ancha muncha ta'sirini yaxshi bo'layotganligini bemorlar o'z tili bilan aytib beryapti. Albatta u bemorlar har yana gapirtirib o'zlari sizlarga yangi ma'lumotlar beradi. Aytmoqchimanki, bizlarning maqsadimiz shundan iboratki, imkoniyat boricha kontrolda, nazorat ostida lechini olishlaringizni tavsiya qilib qolaman. Imkoniyat boricha yana bir narsa aytmoqchimanki, turli xil blokadalar va turli xil og'riq qoldiruvchi, turli xil gilovoy suyuqliklarni bo'g'imdan olmasligingizni maslahat beraman. Suyak yemirilishi degan kasallik o'zi noto'g'ri, aslida unaqa kasallik bo'lmaydi bizda. Bizda hozir suyak yemirilishi deb har xil lechinlarni olyapti tanqiladi. Shuning uchun men sizlarga maslahatim shundan iboratki, berkka yotib, hafta 5 kun, 6 kun, bir xillar 3 kunda o'zi og'riq qolib yengillashsa, javob berib yuboramiz. Bizga bu yotish shart emas. Bugungi o'zlarining yangiliklarimizdan bittasi shu. Hamma joyda yotoq, hamma lechinalar, massajlar, ukollar vaqti-vaqtida hammasi qilinadi. Hech qanaqa kamchilik bo'lishi mumkin emas, xudo xolasa.